Bugungi art texnikamiz bu minnatdorlik quyoshi. Minnatdorlik, shukronalik insonga faqat va faqat ko'ngliga taskin beradi, yengillik beradi, yo'llarini ochadi, sovg'alarga, omadlarga, barakalarga ochadi. Bu texnikamizda esa siz ham chizasiz, ham yozasiz, ham ranglaysiz. Har birini o'z energiyasi bor va bu sizga yanada tezroq, yanada ijobiyroq ta'sir qilishiga yordam beradi. Sizni bugun masalan kayfiyatingiz yo'q, nima qilishni bilmayapsiz, hech qayerga sig'mayapsizmi va umuman ko'nglingizga ham hech narsa sig'mayaptimi? Sekin o'tirib mana shu oddiy quyoshni chizib, minnatdorligingizni yozib chiqing. Ana ko'rasiz o'zingizdagi o'zgarishni, kayfiyatingizdagi o'zgarishni va hayotga bo'lgan yanada intilishingiz ortganini. Siz mana shu tarzda quyoshni chizib olasiz va endi mana quyoshning har bir zarra nurlariga o'zingizni bugungi kuningizdan, bugungi hayotingizdan minnatdorliklaringizni yozib chiqasiz. Mana hozir yozamiz. Men hayot bilan minnatdorman. Bugunga yozib qolyapti. Senga shukr. Senga shukr. Mana shu tarzda barcha minnatdorliklaringizni yozib olasiz. Mana sog'lom ekanim uchun, oilam borligi uchun, baxtli ekanim, olgan bilimlarim, pullarim borligiga yetgani uchun, har bir nafasim uchun, qo'llarim, tanam, sochlarim, oyoqlarim va barcha a'zolarim borligi uchun minnatdorman deb mana shu tarzda istaganingizcha buni davom ettirishingiz va istaganingizcha chizishingiz, yozishingiz mumkin.